Assalomu alaykum, sizlar bilan Comeback. Bugun bizlar yangi ochilgan Neoterra serverida o'ynaymiz. Bu serverda obzor qilaman. Qo'ldan kelgancha. Qanunda boshladik. Birinchi bo'lib spawn mana. Bu spawn. Bu yerda ranglar bor. Endi bu yerda RTPga tushsangiz bo'ladi, bu yerda esa topperlar. Top 1da killada Choose Pro, Balance'da Comeback, Top Token'da Radif MC, Top Play Team bo'yicha esa Berry One, Top o'yinlar bo'yicha Nezargiti ham youtuberlar. Bu yerda trade hisselar bo'ladi, narsalarni almashtirasizlar, kerak bo'lsa albatta. Bu yerda shaxta bor, bu yerda Nether Mine, bu yerda Special Mine, bu yerda Premium Mine. Bu yerda bu yer narsalarni, rudalarni sotasizlar. Endi bu yerda case olib sotasizlar, olib ochsanglar bo'ladi. Bu yerda har xil kitoblarni olsanglar bo'ladi. Misol uchun Drill uch, Disarm 3 nafa. Bu yerda TNT shop bor, har xil TNT'lar bor. Tokenga sotib olasizlar. Bu yerda esa enchant joyi, bu yerda katta mine, oddiy shunaqa. Keyin bu yerda duel rom bor, 1-1 duel qilasizlar. Bu yerdan case sotib olasizlar. Bu yerda esa alanga, ya'ni pechlarni, har xil pechlarni sotib olishingiz mumkin, levelga qarab tokenga. Bu yerda sfera, bu yerda tax, bu yerda sfera, bu yerda spawner ekan, bu yerda sfera, mana bu yerda pul, mana bu yerda esa XP larni sotib olishingiz mumkin. Bu yer o'zi bozorcha, warp shop deb yozsanglar, shu yerda spawn bo'lasizlar. Mana bu yerda esa endi PP maydon bor, bu yerdan narsalarni olib yoki qo'yib, bu yerda PP qilishingiz mumkin. Mana boqqa tushsanglar esa PP chest paydo bo'ladi, qachonki serverda 3 ta yoki undan ko'p ikroq bo'lsa. Endi yana nimani ko'rsatishim mumkin sizlarga? Bu yerda himoya bloklari bor, har xil 4 talik, 10x milliy, 15x 15lik, 22x 22lik. Bu esa narxlari. Keyin mana bu yerda qalqon olsanglar bo'ladi, har xil narsaga almashtirib. Bu yerda jamoa bo'yicha ma'lumotlar bor. Bu yerda hech nima. Keyin serverga kirganingizlarda sizlarga Ramadan rang beriladi. Kits deb, tekin kitlardan Ramadan kit olsanglar bo'ladi. Kit ham normal, yomon emas. Server IP'si izohlarda, описаниеda va kommentda bo'ladi. Mana tabloda ham o'zi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Shunaqa gaplar. Hozircha ikroklardan faqat men, boshqalar hali kirishmadi. Men ham bu yerda hamma topperlar orasida borman. Kimdir YouTubedan meni ko'rib kirsa, unga sovg'a bor, albatta. Nechta? 20 ta diamond block, ya'ni almos blok. Shunaqa gaplar. Serverga kirishingizni maslahat beraman. O'ta ajoyib server. Og'iz ocharga yokida misol uchun namozga vaqt yaqin qolsa, sizlarni ogohlantiradi. Halol server. Keyin mana bu yerda qancha soat o'ynaganingizga qarab sovg'a olishingiz mumkin. Mana shunaqa.
sizlarga yana bitta kichik maslahat aytib o'taman. Ramadan kitta var pp deyapsizlar 7 sekundda teleport bo'lasizlar. Ammo g var pp deyapsizlar 1 sekundga ham bo'lmaysiz. Hoppa, internet chiqaryapti. Mana shunaqa gaplar. Hozircha skinim yo'q. Bunaqa o'rganishga harakat qilaman. Kimdir kirsa pp qilib ko'rsatardim. Kimgadir agarda rang kerak bo'lsa, mana uning narxlari. Bu esa donat admin. Bu yoqda menyu bor, uni kimgadir qiziq bo'lsa, bu yoqda barlar har xil va server IP'si. Bu mana server IP'si. Hammaga unda xayr, sog' salomat bo'ling.